Cambridge o'quv markazini boshqa konkurentlardan farqi o'tdi. Nima uchun aynan Cambridge? Ozgina muddatdan keyin tushunib yetganman, yo'q, balki shu sohada men shuncha yildan beri yuribman, balki shu meni soham bo'lsa kerak degan bir qarash o'zgargan. Ya'ni biznes boshlayotganda taxminan nech pul bilan boshlagansiz? Bu kapitalni siz qayerdan olgansiz? Hozir misol uchun IELTS'i 9 bo'lsa ham ishga kira olmaslik mumkin. 8,5larga biz atkaz qilgan paytlarimiz bo'lgan misol uchun. Keyinchalik dasturiy ta'minotdan foydalanmaydigan korxonalar, CRMdan foydalanmaydigan korxonalar yutqizadi, faqat yutqizadi. Faqatgina Qolmaydi, yutqizadi. Qanday usullar bilan o'quv sifatini, standartlarini ushlab turasizlar? Chunki yillar davomida baribir Cambridgedan chiqayotgan o'quvchilarning bilim darajasi yuqori. Misol uchun ba'zilar fikr bildirishi mumkin. Yo'q, endi telefon berish kerak emas bolalarga. Uzr, bu globalizatsiya. Biz hozir yo'q, mashina haydash kerak emas demayapmiz-ku. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yonimda Jahongir Po'latov, Cambridge o'quv markazi asoschisi va ular bilan hozir o'quv markazi ochish bo'yicha sir asrorlarini hammasini bo'lishaman deb aytdilar. Xudo xolasa, juda ham qimmatli ma'lumotlaridan foydalanib qolamiz degan umiddaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Ravshan aka. Yaxshimisiz, siz Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Endi birinchi savollardan bittasi, o'quv markazi ochish bo'yicha nima uchun aynan o'quv markazi ochmoqchi bo'lgansiz? Endi meni fikrim bo'yicha siz O'zbekistonda yetakchi tadbirkorlardan bittasisiz. Siz xohlagan sohada biznes qilaman desangiz, hammasini zo'r yurg'izasiz degan fikrim bor. Meni shaxsan o'zimning fikrim. Va nima uchun siz aynan o'quv markazi biznesini boshlamoqchi bo'lgansiz? Endi to'g'risi, bu biznesga men aytaylik o'zim xohlab kirmaganman boshida. Men universitetga kirgan paytim 20 yosh bo'lganman. Bundan taxminan shu 11 yil oldin. Va o'sha paytlari men uyda ingliz tilidan dars berib yurardim. Uyda keyin o'quvchilarim ko'payib, ular soni oshgandan keyin uyga sig'may qolishgan va undan keyin men o'sha hozirgi Xalqlar do'stligi tomonidan bitta ofisni ijaraga olib, bu ham o'quv markazining joyi bo'lgan, ijaraga olib, o'quvchilarimni o'sha yerga ko'chirib, keyin u yerda ko'proq xona bo'lgan, o'qituvchi olishga ehtiyoj bo'lgan, shunaqa qilib kirib qolganman bu biznesga. Ya'ni o'zim ingliz tilidan uyda dars berardim. Keyin bu biznesdan endi kirgandan keyin chiqib keta olmaganim, kontraktda o'qirdim, kontrakt to'lash kerak bo'lgan. Shuning uchun u yerdan topgan daromadim kontraktimga yetgan. Shuning uchun men uni tashlab boshqa ish qila olmaganman, chunki meni commitmentlarim bo'lgan va kontraktlarni to'lashim kerak, o'zim xarajatlarim va hokazo. Shu sababli ham, ya'ni ingliz tili o'qituvchisi bo'lganim uchun kirib qolganman. Keyin boshqa bir moliyaviy majburiyatlarim bo'lgani uchun chiqib keta olmaganman yog'iga. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Lekin shu ta'lim berish siz o'zingizga qanaqadir zavq baxshida qiladimi? Endi menimcha zavq baxshida qilmaganda bunaqa darajada o'quv markazida paydo bo'lmasdi. Ya'ni siz o'zingiz shu sohani yaxshi bilgansiz. Bu sohada ya'ni o'qish boshladingiz, sizda ehtiyoj tug'ildi, kattaroq ko'pchilikga ta'lim berishni va buni kengaytiraman dedingiz. Bu narsa o'zingizga menimcha ancha yoqqan bo'lsa kerak. To'g'risi boshida qiyinchiliklar bo'lgan va shu sababli ham uncha yoqmagan, chunki men boshqa bizneslar ham qilib ko'rganman-da. Ya'ni har xil bizneslar, kichkina bizneslar qilib ko'rganman, IT proyektlar va hokazo. Lekin hech qaysi o'xshamagan. Faqatgina shu o'zim qilayotgan ishim yaxshi bo'lgan va o'xshagan. Shuning uchun shu sohada qolganman. Keyin tushunib yetganman, balki ya'ni shuncha ish qilib ko'rdim, o'xshamadi, balki shu meni sohamdir degan fikr kelgan. Keyin o'shandan keyin o'sha o'zim sohamga ko'proq e'tibor berish boshlaganman. Lekin ungacha bir necha yillar mobaynida turli xil bizneslar qilib ko'rib, bir g'oyalarni amalga oshirishga harakat qilib ko'rganman. Chunki o'quv markazidan katta biznes qilib bo'lmaydi degan tushuncha bo'lgan. Kichkina biznescha detektiv filmdan qolinadi, shunaqa deb boshqa bir qanaqadir bir kattaroq loyiha qidirib yurganman. Keyin hech qaysi o'xshamagandan keyin yana qaytib kelganman. Va o'sha o'zim sohamda qolganman. Hozir meni biznes boshlashda bo'lgan butun fikrlarimni o'zgartirib yubordingiz. Men ko'pchilikka maslahat berardim. Eng yoqqan, eng yaxshi ko'rgan, plus u yerda hamma narsa ikigai qo'shilishi kerak-da. Ya'ni bozorga bu mahsulot kerak bo'lishi kerak. Bu narsani siz o'zingiz yaxshi bilishingiz kerak. Bu narsa orqali yaxshi daromad topishni bilishingiz kerak deb boshlash kerak. Endi biz boshladim. Biz ochgan paytimiz shunaqa bo'lgan, misol bozorga kerak bo'lgan, o'sayotgan bozor bo'lgan. O'zimiz shu sohani tushunganmiz, o'zim o'qituvchi bo'lganman, IELTS olganman. Dars berish qobiliyatimiz alhamdulillah o'sha payt bo'lgan. Va bundan daromad ham topsa bo'lgan. Lekin men shu yaxshi ko'rish faktori keyin kelgan. Boshida emas. Boshida men tushunmaganman. Ya'ni men o'quv markazi kichkina biznes, bundan katta ish qilib bo'lmaydi. Shuning uchun boshqa narsa qilib ko'rish kerak degan fikr bilan yuraverganman-da.
Keyin ozgina muddatdan keyin tushunib yetganman, yo'q, balki shu sohada man shuncha yildan beri yuribman, balki shu mani soham bo'lsa kerak degan bir qarash o'zgargan. Ha. Balki shu mani missiyam degan bir g'oya paydo bo'lgan. O'shandan keyin ko'proq, yaxshiroq e'tibor berishni boshlaganman. Zo'r. Endi bunaqa keladigan bo'lsa, startoviy kapital, ya'ni biznes boshlayotganda taxminan necha pul bilan boshlagansiz bu kapitalni siz qayerdan olgansiz? To'g'risi, omadim kelib qolgan. Mhm. Ya'ni o'zi o'quv markazi ochishga ko'p pul ketadi. O'sha payt ham, endi misol uchun men talaba bo'lganman, kontraktni zo'rg'a to'lab yurgan paytlarim, misol uchun bitta ofis jihozlash uchun mebel qilishingiz kerak, konserner olasiz, kompyuter olasiz, stol suv olasiz, misol uchun doska va hokazo reklama qilasiz. Misol uchun o'sha payt ham bir 10-15 ming ketardi menimcha. 10-15 ming bo'lsa, bir 10 mingga yaqin pul ketardi. U pul menda yo'q edi. Mening baxtimga $600 bilan boshlaganman. Buni nimaga berganman? Men tayyor o'quv markazi chiqib qolgan. Ijaraga berilayotgan. Egalar yurtmaymiz, ijaraga olsangiz beramiz deyishgan. Men ijaraga olganman, hammasi bilan ijaraga olganman. Birinchi oyga pulim yetgan. Shunda birinchi oygini berganman. Keyingi oylardan o'zim topgan puldan, chunki o'zim o'qitardim. Siz uni biznes sifatida ijaraga olganmisiz yo faqatgina joy sifatida hammasi bilan olganman. Biznes sifatida o'zim biznesimni ochib, o'zimni nomimni qo'yib hammasini qilganman, lekin anaqa sifatida, ya'ni kimlardir bu biznesni boshlagan, chiqib ketmoqchi bo'lgan, siz shu paytga to'g'ri kelib qolgansiz. Ular endi o'ylashgan, hozir buni shuncha narsani endi sotib olib, nima anaqa qilmaylik, o'quv markaziga bera qolaylik deyishgan. O'sha payt to'g'ri kelib qolgan, taqdir taqozosi, Allohning marhamati bilan shunday to'g'ri kelib qolgan. Keyin men birinchi oy arendaga pulim yetgan, shundoq berib turib, o'sha joy ijaraga olib turib boshlaganman. Tushunarli. Agar mana misol uchun sizda o'sha paytda $600 ga shu joy chiqmaganda, ya'ni aytayotganingizda $10-15 ming bilan biznes boshlashingiz kerak bo'lganda, u pulni qanaqa qilib olishni o'ylaganmisiz? Yo'q, misol uchun endi men bitta xona qilib boshlagan bo'lardim balki. Bitta xona ijaraga olib, o'sha yerda o'zim dars berib, shunaqa boshlagan bo'lardim balki. Sekin. Yana sekinroq bo'lgan bo'lardi. Bo'ldi, tushundim. Biznesni endi boshlayotgan paytingizda qanaqa qiyinchiliklarga uchragansiz va bularni yechimini qanaqa topgansiz? Endi biznes boshlagan paytim qiyinchiliklar shu boshqaruvda bo'lgan, chunki umuman bilmaganman, biznes bo'yicha tushunchalar bo'lmagan. Endi Westminsterda o'qiganmiz, u paytda o'tib berilgan tushunchalar ham qo'llab bo'ladigan darajada bo'lmagan, chunki bizniki juda umumiy. Marketingda Coca-Cola misol uchun muhokama qilishadi-da. Misol uchun uni yillik byudjeti qancha? Biz hali bitta yonimizdagi klientga o'zimiz bildirishimiz kerak. Vazifalar har xil. Shu sababli boshida shu menejmentda, boshqaruvda juda qiynalganman va buni faqatgina shu bitta usul bilim olish orqali yo'lma-yo'l to'g'rilab ketilgan. Keyin xatolar qilish orqali, xato qilib tushunib, keyin safar bunaqa qilmaslik kerak degan bir xatolar ustida o'rganish orqali to'g'rilangan. Shu boshqaruv qiyin bo'lgan, juda ham qiyin. Agar o'sha paytda HR xodimlarni boshqarish, tushunmaslik va juda qiyin bo'lgan. Juda manipulyatsiya qilishardi, o'qituvchilar ayniqsa. O'sha paytda biznes qanaqadir boshlash kurslari, bularga borib ko'rishga, qiziqib ko'rishga bo'lmagan ham bozorda. Bo'lmagan. Siz bilan borgan BDG bor edi, u ham umumiyroq edi-da. Unda misol uchun katta bir narsa olish qiyin edi. Qo'llasa bo'ladigan. BDGda ham как раз bizni BDG degan o'quv markazida Jahongir bilan o'qiganmiz, o'sha yerda tanishganmiz. Lekin u ham siz aytgandek umumiy. Qo'lingizdan shunday biznes ochib qo'yadigan joy bo'lmagan. Bo'ldi, tushunasiz. O'sha paytda mana siz aytyapsiz, o'quv kursi ochdim. U paytda adashmasam, o'quv kursi ochish uchun qanaqadir litsenzion talablar bo'lgan. Olganmiz litsenziya. Ularni hammasini o'zingiz olgansiz. Hammasini qilib, o'rganib, borib hujjatlarini olib, shunaqa ko'rinishda qilganmiz. Shu litsenziyalarni olish qanchalik qiyin bo'lgan o'sha paytda? O'sha payt qiyin bo'lgan, hozir oson. Hozir misol uchun til markazi holatda litsenziya olinadigan joy bor. Ba'zi o'quv markazlarida litsenziya, ba'zi faoliyatga litsenziya ham kerak emas. Litsenziya talab qilmaydigan faoliyatlar bor. O'quv markazi sohasida litsenziya talab qiladiganlari bor. Qanchalik hozirgi kunda bu litsenziyalarning talablari qanchalik og'ir? Yoki asosiy talablar nimalardan iborat? Misol uchun endi joyi tayyorligi, ses bo'yicha yoki misol uchun yong'in xavfsizligi bo'yicha hamma yog'i tayyorligi. Keyin yana misol uchun e'tibor berishadi, o'quv dasturi, xodimlar, kimlar bor va hokazo, shularga e'tibor berishadi. O'zini bir 10 ga yaqin talablari bor, shu talablar bajarilsa, qiyin emas talablari.
Joyingiz yaxshi bo'lishi kerak. Joy O'quv standartga to'g'ri programmangiz kelishi, o'quv standartga programma, to'g'ri xodimlar kelishi bo'lishi kerak. Xodimlaringiz bo'lishi kerak. Shu bilan Shunga o'xshash yana bir ikkita asosiylar shular. asosiylari shular. O'shanaqa talablar qo'yiladi va shu demak talablar bajarilsa bemalol litsenziyani olsa bo'ladi. Tushundim. Boshlang'ich etapda o'quvchilarni qanaqa qilib jalb qilgansiz? Endi siz ochdingiz, srazu Endi men o'quvchilar o'zi o'qituvchi keldi, bo'lganman-da, o'quvchilarim Aha. bo'lgan. 3 yildan beri dars berayotgan bo'lganman. Hop. O'quvchilarim bo'lgan. Ularning tanishlari kelishgan. Ular odam olib kelgan misol uchun. Sarafanli radio. Sarafanli radio bo'lgan. Keyin o'sha yerda ochilganimizda yon atrofdagilar chiqishgan. Endi biz ochilgan paytimizda katta bo'lmagan, ya'ni 3 tagina xona bo'lgan. U yerda sig'sa ham misol uchun Nechta 150 o'quvchi o'qitamiz u yerda? Taxminan. boshlanishiga 20-30 ta bo'lgan. Keyinchalik bir 150-200 ga manimcha chiqqan. Ya'ni o'zi sig'im katta emas edi, shuning uchun tanishlar va o'sha yerdagilar to'ldirib qo'yishgan. 150-200 ga shu bitta joy o'zida chiqami? Adashmasam shunaqa, hozir aniq sonini eslolmayman, lekin taxminan shunaqa 30 bo'lishi ta- kerak. Ya'ni 20 ta 30 ta o'quvchi bilan boshlagansiz. Endi bu 150-200 bir oyda emas, ya'ni Ya, bir yil oyda davomida bir yil davomida baribir zo'r sekin bozor shunaqa bo'lganda, bozorda taklif kam bo'lgan, Ha, talab ko'p bo'lgan, shuning uchun. lekin o'sha aytganimdek, menimcha siz bilan gaplashganimizda smart bo'lgan. Everest ham u paytda bormidi, yo'qmi? Bor edi, bizdan oldin ochilishgan. Ha, shunaqa o'quv kurslari bor edi. Xo'p, yana bitta savol. Komanda tuzayotgan paytingizda o'qituvchilarni qaysi kriteriya asosida tanlagansiz? Boshida faqat IELTS. Hozirgi kunda qaysi sifatlarga hozir Boshida faqat IELTS, faqat IELTS bormi yo'qmi shunga qaraganmiz. Endi hozir biz qattiqroq tekshiramiz. Misol uchun anaqa bizga hujjat topshirgandan keyin ham suhbatga kirishdan oldindan bir ikkita etapda bor. Suhbat bo'ladi, demo darslar o'tadi, undan keyin tayyorlanadi, yana qayta suhbat bo'ladi. Mana shunaqa saralab olamiz. Hozir misol uchun IELTS 9 bo'lsa ham ishga kira olmasligi mumkin. 8,5 larga biz отказ qilgan paytlarimiz bo'lgan misol uchun. IELTS hozir muhim, lekin eng asosiy faktor emas. Boshlang'ich etapda faqat IELTS. Shunaqa qilganmiz o'sha payt. O'qituvchi o'sha payt qanaqa topgansiz? E'lon bergansiz. E'lon berganmiz OLXda. OLXga e'lon 400 bergansiz. bo'lardi oldin. O'sha yerda e'lon berib, faqat o'sha yerdan topardik. Faqat o'sha. O'sha yerda e'lon berardik. Zo'r. Mana men hozirgi kunda to'g'risini aytaman, o'zimni bolalarim ham Cambridge o'quv markazida o'qiydi. Sizlarga faqat yaxshi mutaxassislarni tavsiya qilaman, o'shaning uchun ulardan intervyu olishga, chunki o'zim bu mahsulotlarni sinab ko'rganda, o'zim ishonch hosil qilgandan keyin o'zim bolalarim o'qiydi va bilamanki, menga SMS uyda mleniylar keladi. Bolalarim o'qishga bormasa, boshqa qilmasa, tushundimki, sizlarda juda ham zo'r dasturiy ta'minotlar bor. Ya'ni siz CRM sistemalar zo'r qo'yilgan, yana boshqa klientlarga qaraysizlar. Shunaqa. Shu hozirgi kunda dasturiy ta'minotlardan qanaqasidan foydalanasiz va bulardan foydalanish qanchalik zarur deb o'ylaysiz? Mani fikrim bo'yicha zo'r. Endi menimcha bundan foydalanmaydigan kompaniyalar yashab qolmaydi. Va qolsa ham lokalni o'zi bor hududdagina qoladi. Lekin bundan katta biznes qilib bo'lmaydi tizimsiz. Bizning holatimizda alohida IT komandamiz bor, IT bo'limi bor. Cambridge o'zini IT bo'limi. Shunaqa 10 ga yaqin xodim ishlaydi, 10 dan ziyod. IT-shikli ishlaydi va u yerda aytaylik biz doimiy ravishda dasturiy ta'minot ustida ishlaymiz. Biz hozir o'zimizni anaqa qilganimiz ham nima deydi? Ishlatadiganimiz ko'p qismini o'zimiz yozganmiz, o'zimiz noldan yozib, shunaqa. Yo'q, Modmi boshqa proyekt. Modmidagi narsa bu yerga tushmaydi, chunki Modmi kichkinaroq markazlar uchun. Katta markaz talablari ko'proq bo'ladi-da. Shuning uchun biz o'zimizga alohida yozganmiz. Alohida dasturiy ta'minotingiz bor. Shunaqa. Shundan foydalanasizlar. Shunaqa, asosan o'shandan foydalanamiz. Ya'ni sizni fikringiz bo'yicha keyinchalik dasturiy ta'minotdan foydalanmaydigan korxonalar, CRM bilan foydalanmaydigan korxonalar yutqizadi, faqat yutqizadi. Faqatgina qolmaydi, yutqizadi. Chunki masalan ular bo'lishi mumkin shunaqa markazda nechta o'quvchisi borligini bilmaydi. Qancha daromad ko'radi, kim to'ladi, to'lamadi, bilmaydi. Misol uchun-da, bo'ldi, u qanaqasiga yashab qoladi. U PNL keshqurun chiqara olmaydi misol uchun. Hammasi xato bo'ladi, o'quvchi soni ham xato bo'ladi. Chunki har kuni kelib ketish bor-da. Bizda endi qisqa muddatli kursa, shuning uchun har kuni kelib ketish bor. O'quvchi ketadi, o'quvchi keladi, yangisi shunaqa. Uni har bitta qadamini, har bitta kasani biz log qilib ketishimiz kerak, kuzatib borishimiz kerak. Qayerda bateriya bo'lyapti, qayerda o'sish bo'lyapti, hokazo hammasini kuzatib borish kerak va bu jarayonlarni tahlil qilmagan, nazorat qilmagan kompaniya o'solmaydi baribir. Buni ko'rdik-ku tajribada. Tushundim.
Xo'p, ketayotgan o'quvchi, siz ko'rdingiz, o'quvchi o'qidi, ketdi. U bilan keyin ishlanadimi? Nima uchun ketdi? Ishlanadi. Bu sabablari? alohida bo'lim ishlaydi bizda bu bo'yicha. Mhm. Misol uchun ketganlarga telefon qilishadi, gaplashishadi. Nima sababdan ketdi? Kimdir jiddiyroq sabab bilan, shaxsiy sabab bilan ketadi. Kimdir misol uchun boshqa bir sabab bilan ketishi mumkin. Kimdir real produkt yoqmagani uchun ketishi mumkin. Telefon qilib o'rganamiz. Nima bo'ldi? Nima misol uchun takliflar berib ko'riladi ularga. Kimdirlarda o'sha jiddiy sabab bilan o'ziga misol uchun to'g'ri kelgan sabab bilan ketishi mumkin. Ular misol bari ketadigan mijozlar. Kimdirlar kursni bitirib ketadi. Unaqalar ham bor. Kimdirlar haqiqatda produktga shikoyat qilib ketishi mumkin. O'shanaqalarda biz o'rganamiz. Yani. Nima sababdan ketdi, nimani yaxshilash kerak, hammasini bir ko'rsatib o'rganib boriladi. Tushundim. Cambridge o'quv markazini boshqa konkurentlardan farqi o'tdi. Nima uchun aynan Cambridge? Men yana o'zimni misolimda aytishim mumkin. Menda ingliz tili o'quv markazi, ya'ni bolalarim ingliz tili o'qiyman degan paytda meni xayolimga bitta narsa keldi. Ну, как бы Cambridge bo'ldi. Stop, bu degani endi brend kuchi. Bu degani haqiqatda brend. Misol uchun menda уже balki sizga loyallisim, sizni taniganimga, boshqa qilganimga, plus o'quv markazingizni bilganimga yana bitta narsa bilan bo'lishib ketaman. Men bolalarim birinchi olib kelganimda o'zim endi olib keldim Hamzali filialiga, ichiga kirib atmosferani ko'rib o'zim ochilib qoldi. To'g'risini aytaman sizga, haqiqatda o'zim ochilib qoldi. Wow dedim-da, vashye bu faqat men qaqa tushib qoldim dedim-da. Bolam mana shunaqa o'quv markazida o'qimoqchimisan? O'qi, обязательно dedim-da. Bu yerda faqat o'qish kerak, masak o'qish kerak dedim-da. U yerda o'quvchilar, u yerda aura, u yerda atmosfera вообще hamma narsa men uchun yengillik. Endi men aytaman, boshqa joylarda, meni ofisim bo'lgan joyda o'quv markazlar bo'lardi. Ularga muhitni men ko'rgan edimda, qanaqaligini. Oddiy eski sovetskiy maktablardagi partalar qo'yib qo'ygan, doska qo'yib qo'ygan, o'sha yerda ta'lim beradi, boshqa qiladi. Men bu yoqqa kirganimda birinchi marta вообще men qanaqadir boshqa dunyoga tushib qolgandek bo'ldim-da. Men aytdim, "Wow" dedim, gap yo'q dedim. Agar haqiqatda O'zbekistonda ham shunaqa o'quv markazlari bo'layotgan bo'lsa, bu super dedim-da. Bolam faqat o'qigan, masjidda o'qigan deb aytdim. Yana o'shanaqa hozir bitta ikkitalar yana xuddi menimcha sizni konseptingiz ko'chiryapti deyman, boshqa demayman endi. Mayli anaqayu. Sizda aynan Cambridge o'quv markazi remont-remontlarni olib qo'ysa, nima uchun aynan o'quvchilar Cambridge markazini tanlaysiz? Boshqalardan farqli, konkurentlardan farqli. Birinchisi bu sifat deb o'ylayman. Nima sababdan? Chunki bizda sifat nazorati degan alohida bo'lim bor. Har bitta o'qituvchini biz har oy qayta nazorat qilamiz. Darsini qanaqa o'tyapti, ko'p dars o'tirib qo'ymadimi, darsda ko'p o'zbek tilida gaplashib yormadimi, dars misol uchun plan bo'yicha o'tdimi yo'qmi, bizda alohida bo'lim, alohida odamni tekshirishadi. Qanaqadir muammo topsa, o'sha o'qituvchi chaqirib, suhbat qilib, uni ustida ishlab, trenerlar ishlab, uni ustida doimiy ravishda ishlab boramiz. Bu xodim tomoniga e'tibor, o'qituvchilarga e'tibor. Ikkinchisi bu o'quv dasturini o'zi ham bizda hammasi digital, ko'p qismi onlayn bo'lgani uchun doimiy ravishda update qilib boramiz. Doimiy ravishda yangiliklar qo'shamiz, yangi imkoniyatlar yaratamiz va hokazo qo'shib boriladi. Shunaqa bir tomoni bo'ladi. Ya'ni birinchisi bu sifat deb o'ylayman. Ikkinchisi bu texnologikligi. Ya'ni bizni o'quv markazida o'quvchida va markazning o'zida o'qituvchida alohida platformalar bor va hammasi shu platforma orqali ma'lumot almashadi. Ya'ni bu narsa faqatgina kitobga bog'lanib qolmagan. Misol o'quvchilarimiz uyga vazifani bizni ilova orqali bajarishadi. Bu nimaga kerak desa, bu o'qituvchini vaqtini tejaydi. O'qituvchi aytaylik darsda 20-30 minut dars tekshirib o'tirmaydi-da. Avtomatik tekshiriladi. Uyga vazifa uyda qildi, tekshirildi, bo'ldi. Misol uchun ba'zilar fikr bildirishi mumkin. Yo'q, endi telefon berish kerak emas bolalarga. Uzr, bu globalizatsiya. Biz hozir yo'q, mashina haydash kerak emas demayapmiz-ku. 50 yil oldin shunaqa deyishgan. Bu to'xtatib bo'lmaydi bu narsani. Ya'ni bu telefonni bizga bermasning iloji yo'q, chunki farzandiz xalqada ketyapti, bari beradi, chunki kontakt kerak, aloqa kerak misol uchun-da. Ya'ni bermasning iloji yo'q. Shuning uchun ham endi misol uchun ta'lim tizimida o'sha elementni buni ko'p telefonga o'rnatib qo'yadi, yo'q, undan tashqari minglab boshqa ilovalar bor, o'yinlar bor. Qaysiki bolani bundan-da ko'proq vaqtini oladi telefonda. Lekin telefon orqali biza kirib borishimiz bola misol uchun faqat o'yin o'ynab kitob tashlab qo'ygandan ko'ra qiziqroq bo'lsa o'sha yerda o'rganadi hech bo'lmaganda. O'sha yerda o'rganadi. Ya'ni ularni hozirgi ma'lumot qabul qilish usuliga mos bo'lgan yondashuv. Shu uchun ham demak, mana shu texnologikligi, sifat nazorati, texnologikligi. Keyin o'zi umuman misol korxona sifatida, misol uchun korxonani o'sha korporativ madaniyati deydigan bo'lsa, biz o'sha maksimal darajada harakat qilamiz.
mijoz uchun, ya'ni o'zimizni farzandimizga qilgandagi servisni ko'rsatishga, o'zimizni farzandimizga qilgandagi bir ta'limni berishga doimiy ravishda harakat qilamiz. Shunga shunaqa bir g'oyali bir odamlar yig'ilgan desak ham bo'ladi. Jonkuyar. Bizning jamoamiz ham, Cambridge jamoasi jonkuyar misol uchun. Har bir muammo chiqsa, biz har hafta uchrashuvlar, sifat nazorati, qarab, ustida misol uchun tekshirib, yaxshilab, har doim o'ylaymiz, qanaqa qilib yanada yaxshi qilsa bo'ladi produktni, yanada sharoitlarni yaxshi qilsa bo'ladi, yanada o'quvchilarning tajribasini yaxshiroq qilsa bo'ladi. Shunaqa bir yondashuv bor. Mana korporativ muhit bor. Buni jamoadagilar ham sezishadi, bilishadi. Doimiy ravishda biz mitinglar o'tkazamiz, doimiy ravishda uchrashuvlar qilamiz, treninglar bo'ladi, xodimlar bilan gaplashamiz, suhbat qilamiz, tushuntiramiz. Misol uchun men o'zim oyda bir marta har bitta bo'limdagi hamma xodimlarni yig'ib turib miting qilib chiqaman-da. Deyarli hammasi bilan, misol uchun har xil 9 ga yaqin bo'lim bo'lsa, misol uchun bo'lim rahbari, bo'limdagi xodimlar o'tirishadi, ular bilan oylik miting qilamiz. Nimalar qilindi, nimalar bo'lyapti, nima o'zgarish qilyapti. Men o'zimdan feedback ola oladi xodimlar. Bu narsani muhim deb hisoblayman. To'g'ri aytishimiz mumkin, tadbirkor operasionkadan chiqish kerak, lekin vision masalasini baribir misol uchun yetkazib berish uchun yaqinroq ham bo'lish kerak deb hisoblayman. Chunki ya'ni bu formula masalasi-da. Misol uchun muvaffaqiyatga olib boradigan har xil yo'llar bor, hammasi olib boradi. Misol uchun Nvidia'ning rahbariga 40 ta direct reporti bor ekanda. Nvidia'ning rahbari 3 trillionlik kompaniyada. Aytadi, menda anaqa yo'q deyapti. Ora-orada odamlar yo'q deyapti. Tushunasizmi? Men 40 ta direct reportim bor, 40 ta jamoa bilan ishlayman deyapti. Misol uchun agar biz bu usul ishlamaydi desak-da, ishlaydi. Inson o'ziga mos usulni topa olish kerak. Qaysi usul ishlaydi? Misol uchun bizning holatimizda shunaqa. Men o'zim biznesga vovlechonroq bo'lishni xohlayman-da. Bu asosiy yo'nalishlardan bittasi bo'lganligi uchun, chunki misol uchun ba'zi loyihalarda men faqat investorman, u yerda men operatsiyaga yo'qman. Umuman bir oyda bir marta report ko'raman, bo'ldi. Lekin men o'zim bor loyihada men juda vovlechonman. Endi mayli, katta deb anaqa qilmaymiz-ku. Men endi o'zim anaqamdan kelib chiqqanda, bitta kitobda ham shu narsa aytilganda, imенно yaxshi korxonadan buyuk korxona, endi hamma biladi bu kitobni, menimcha Good to Great, к великому, u yerda ham berilganki, то, что менеджер 5 уровня, ya'ni eng zo'r menejer, все-таки, ya'ni korxonani yaxshi korxonadan buyuk korxonaga qiladigan anaqa baribir korxona ichidan chiqadi. Ya baribir operatsionnik asoschi baribir menimcha qaysidir etapda, uzoq etapda operatsionnik bo'lib qolirish kerak. Menimcha anaqa emasman. Endi bu boshqa mavzu-yu. Lekin menimcha rahbar agar bu narsa o'ziga yoqayotgan bo'lsa, menimcha operatsionkada bo'lib turgani ham yaxshi. Bu shunaqa. Endi bo'lmaslik, bo'lmasin degan narsa. Albatta diversifikatsiya bo'lish kerak. Diversifikatsiya. Misol uchun biz men o'zim turli xil boshqa loyihalarga, umuman boshqa yo'nalishga investitsiya kiritganman. Investor sifatida u yerda borman, men umuman aralashmayman. Bu diversifikatsiya-da. Misol uchun tadbirkorlar endi ikki xil bo'ladi. Misol uchun men aytaman, Zafar aka formatdagi bor va Jahongir aka formatdagi bor-da. Misol uchun Zafar aka formatdagi o'zlari juda vovlechonlar, bitta soha, misol uchun haqiqatda не то что bizni anaqa mamlakat, balki butun regionda ular liderlar-da. Misol uchun Qozog'dan keldi, undan bundan keldi, kirisha olmadi-da o'zbek bozoriga misol uchun-da. Mutlaq chempionlar-da Zafar aka. Nima hisobiga o'zi juda vovlechonlar-da, juda vovlechonlar. Shuni hisobiga deb o'ylayman. Endi Jahongir aka formatdagi tadbirkorlarda seriy предприниматель. Ya'ni misol uchun aytaman, adashib nimadir o'ylab shunday qilsalar ham o'xshab ketaveradi nimagadir deyman-da, chunki komanda kuchli. Misol ularning holatida ular misol uchun o'sha komandalar quradilar, komanda yetishtiradilar va har xil yo'nalishda qiladilar. Ularning o'ziga yarasha formulasi bor-da. Lekin bu ham zo'r, bu ham zo'r. Ikkalasi ham ishlaydi. Bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Ikkalasi ham ishlaydi. Endi bu qaysi perspektivadan qarashimiz-da. Misol uchun aytaylik, qaysidirini mutlaq bu xato deb bo'lmaydi va mutlaq bu to'g'ri ham deb bo'lmaydi. Ikkalasi ham o'ziga yarasha. Bu faqat inson, men o'ylayman, o'ziga mosini topib olish kerak. Siz qaysi formula sizga tushadi? Sizga o'sha misol uchun anaqa formatmi, ya'ni полностью vovlechon bo'lish, umuman chalg'imaslikmi yoki kuchli komandalar qurib turib, misol uchun turli xil yo'nalishda katta proyektlar qilishmi? Qarash kerak-da, mana shunaqa deb o'ylayman. Tushundim. Xo'p, qanday usullar bilan o'quv sifatini, standartlarini ushlab turasizlar? Chunki yillar davomida baribir Cambridgedan chiqayotgan o'quvchilarning bilim darajasi yuqori. Yana qanaqa standartlar? Standart. Birinchi o'rinda biz standartni eshik tagida o'qituvchilarga tushuntiramiz. Biz ham mana standart bo'yicha dars o'tamiz. Men bu o'quv qo'llaman, mana bunaqa narsa, mana bunaqa vaqtda mana bunaqa rezultatga olib kelish kerak. Endi uni qanaqa tekshiramiz ketayotgansa, birinchisi o'quv bo'limini o'zi tekshiradi. O'quv bo'limini o'zi o'qituvchilarning darslarini nazorat qilib tekshiradi.
Undan tashqari alohida audit bo'limi bor bizda. U o'sha dars sifatini nazorat qiladi. Akademik audit bor. U kameradan har bir darslarni kuzatib chiqadi. Endi albatta bir kunda misol uchun tam yuzlab dars bo'lsa hammasini ko'rmaydi, lekin har bitta o'qituvchi darsini ko'rib chiqadi lekin. Oydan ko'rib chiqib feedback yozadi, uni o'quv bo'limiga beradi audit. Audit avtonomniy bo'limda. O'quv bo'limi oladi, u o'qituvchi bilan suhbat qiladi, o'rganadi, u ko'rib chiqadi. Nimaga unaqa bo'lyapti, nimaga xatolar qilyapti, u bilan tushuntirishlar olib boriladi. Uni bilim kerak bo'lsa train qiladi uni, o'qitadi, o'qitib yana o'sha dars jarayoniga qo'yadi. Shunaqa ko'rinishda va yana bitta nazorat usuli bor, bu o'quvchilarni randomdan olib turib imtihon qilish. Misol uchun intermediate darajani tugatish kerak o'quvchi, intermediate darajada qanaqa bilimlarga ega bo'lish kerak? Bizda shu ko'rsatkich bor. Biz misol uchun hamma bilan birga edi shu rejali imtihondan o'tayotganini emas, randomni o'quvchilarni olib turib imtihon qilamiz qo'shimcha. Bu bizga o'sha haqiqatda o'quvchilar o'sha darajada chiqyaptimi bilib olishga yordam beradi. Ya'ni o'qituvchi keldi, darsini o'tdi, ketdi emasda. Yo'q, unaqa narsa bizda aniq rezultatga erishish kerak. To'g'rimi? Shunaqa qilish kerak. Endi misol uchun standartlar asosida rezultat berish. Shunaqa. Misol uchun endi aytish mumkin kimdirlar. Endi to'g'risi bizda o'qituvchilarga talab kuchli-da. Qattiq. Kimdir aytishi mumkin. O'qituvchilar nafas olishga qo'yinglar. Ba'zida shunaqa deydi-da, qiynayordinglar va hokazo deydi-da. Bunaqa holatda birinchidan bu ta'lim-da, bu yerda biz bemalol qo'yib qo'ya olmaymiz. Ota-ona pul beryapti va undan tashqari unga yarasha biz rezultat qilishimiz kerak. Natija har bitta darsning sifatiga bog'liq. O'qituvchining zo'rligiga biz ishonib qola olmaymiz-da. Chunki inson o'zgaruvchan. Ertaga misol uchun uyda urush chiqadi, kelib turib dars hammasi raso o'tadi. Настроенияsi yo'q. Savol endi u darsga lekin ota-ona bir xil pul to'layapti. To'g'ri. 75 ming, 75 ming, misol uchun o'sha 80 ming qancha bo'lsa o'sha pul to'layapti ota-ona. Bunaqa holatda biz tashkilotchi sifatida biz mas'ulmiz. Har bitta darsni standartga to'g'rilash, kuchli nazorat qo'yishimiz shart. Misol uchun faraz qiling, farmatsevtik kompaniyalar nimaga boyagi auditlari sifat nazorati etap-da, misol chiqishdan oldin million marta test qiladi, keyin chiqaradi. Inson hayoti turibdi-da bu yerda. Bu yerda inson kelajagi turibdi. Biz bunaqa yengil qo'yib qo'ya olmaymiz. Endi shunaqa paytda yana bir fikr tug'iladi, misol uchun yoqqan odam qoladi. Disiplinasi bo'lgan odam, intizom bo'lgan odam, shu narsani tushungan odam. Ha, demak biz bu yerda faqatgina keldi-ketdiga pul ishlashga emas, balki biz sifat haqida qayg'urishimiz kerak degan tushungan odam qoladi jamoada. Tushunmaganda biz o'zimizga ketkazib yuboramiz. Kuchli o'qituvchi ishlab kelyapti, standartga javob bermayapti. Misol 3 oy, 6 oy ustida ishlandi, bo'lmadi, oxir xayrlashamiz. Jamoani qadriyatlari bor. Prinsiplar bor, qadriyatlar bor, standartlari bor. Shu standartlarga, shu qadriyatlarga mos kelish kerak. Mos kelish kerak, moslashish kerak. Endi misol uchun bozor katta-da, yoqmasa u любой joyda ishlash mumkin. Biz monopol emasmiz-da, misol uchun. Любой joyda ishlash mumkin, yoqmasa. Lekin biz aynan mana shunaqa qadriyat bizga yaqin bo'lgan, qarashlari yaqin bo'lgan, jonkuyar insonlar bilan ishlash xohlaymiz-da. Chunki jonkuyar emas insonlar juda ham ko'p-da. Jonkuyar topish qiyin. Biz shunaqa insonlarni topishni xohlaymiz. Shuning uchun ham biz talablarni katta qo'yamiz, standartlarni katta. Shunga yarasha bozordagi eng baland oilalardan birini beramiz. O'sha tomoni ham bor misol uchun. O'qituvchilar anaqa qilganiga yarasha, misol uchun ba'zi holatlarda qo'shimcha dam ham beramiz. Misol uchun mana may oyida 24-may kuni shanbaga to'g'ri keladi, qo'shimcha dam beramiz xodimlarga. Yozdan oldin bir kun dam yoki avgustdan 2-3 kun qo'shimcha dam. Ya'ni bu kalendarda qizilmas, lekin biz dam beramiz. Shunaqa tomoni bor. Endi bo'lishi mumkin, qaysidir holatlarda darsga, imtihonga to'g'ri kelib qolsa, kalendarda qizil bo'lgan kun ishlanadi, lekin mana shunaqa kompensatsiya qilib beriladi, lekin kompaniya hisobidan ko'proq dam berishga harakat qilamiz. Qaysidir muddatlarda, misol uchun o'quv yili boshlanishidan oldin avgust oxirida yoki may oyida mana shunaqa paytlarda harakat qilamiz, ko'proq imkon qadar protsessga ta'sir qilmaydigan, o'quvchilarning darsi kamayib qolmaydigan, masalan, bir oyda 12 ta dars o'tish kerak bo'lsa, 11 ta o'qib qolsa, keyin muammoda o'quvchiga bu darsni qoplab berishimiz kerak. Qo'shimcha dars qo'yish kerak, yakshanbaga qo'yish kerak. Mana shunaqa muammolar kelib chiqadi. Shuning uchun o'sha hamma tomon inobatga olinadi. Lekin biz o'zimizda shunaqa bir yondashuvni xohlaymizki, standartni yuqori qo'yish kerak. Bo'lmaydi, chunki bizning sohamiz bu misol uchun aytaylik, boyagi xuddi farmatsevtikada inson umri bo'lsa, bizda ham inson umri kelajagi haqida gap ketyapti. O'zi ikkita aytadi, eng благородный professiya bu ta'lim berish, haqiqatda javobgarchilik ham ko'p. Ikkinchisi bu sog'liq saqlashda, endi doktorlarimizni, ya'ni o'qituvchilarimizni haqiqatda zo'r ta'lim berish kerak, doktorlarimizni zo'r tuzatish kerak. Endi bizda menimcha O'zbekiston u yoq bu ham ozgina oqsiydi, endi tan olish kerak. Xudo xolasa sizdagi tadbirkorlar bilan, sizdagi ta'lim beruvchilar bilan menimcha ko'p kamchiliklarni to'g'rilaymiz. Ya'ni jab bo'lmaganda ancha yetkazib olamiz degan umiddamiz.
Xo'p, yana bitta savolim bu yerda, birinchi o'quv markazi ochganingizda zararsizlanish nuqtasiga, ya'ni точка безубыточностьga taxminan qanchada chiqqansiz? Eslayman. Sababi u yerda uchot bo'lmagan. Bu narsani bilmagansiz Bilmaganman o'ziz ham. va uchot ham bo'lmagan. Ya'ni Ya'ni moliyaviy bilimingiz bu moliyaviy paytda bo'lmagan. umuman. Misol uchun men faqatgina maqsadim har oy oyligim berib olish, reklamaga ozgina bir qism ajratish va arenda to'lash, kontraktni to'lash bo'ldi. Va o'zim chunchungi pul bo'lishdi. Bo'ldi. Mana shu anaqa bilan yurilganda, shuning uchun eslash qiyin. Reklamaga ozgina bir qism ajratish dedingiz-da, misol uchun ko'pchilik odamlar mana shu narsaga e'tibor bermaydi. Biz bu narsalarni o'qib bilganmiz, то что birsi ming bo'lsa ham reklamaga tikkinda, ortuvchi birsi ming bo'lsa ham. O'sha paytda sizda qanaqa? Sizda biznes bilim yo'q. Ya'ni siz просто o'qish ochaman dedingiz. Nimaga aynan reklamaga pul tikishim kerakligini o'sha paytda o'ylayapsiz? Yo'q, sababi oddiy, ya'ni mijoz ko'proq kerak, chunki xarajatlar bor. Xarajatlar hali yopilmayapti va biznes foydaga ham kirmadi. Shuning uchun ko'p chaqirish kerak. Bo'ldi, oddiy logika bilan lishniy pul bo'lsa reklama qilishga harakat qilganmiz. Sarafanli radio ishlayapti deyapsiz. Bizda men Endi boshqarib bo'lmaydi-da uni. 90% biznes shunaqa ishlaydi-da. Kimgadir ish qilib berganman, undan отзыв keldi, tanishi bo'lib qolsa, mana shu tanishlariga asoslanadi-da. Ish qilishni boshlaydi, o'shalardan kelayotgan anaqa bilan yurishadi. Reklamachi reklamaga pulim yo'q deydi-da. Lekin bu boshqarib bo'lmaydi-da uni. Boshqarib bo'lmaydi. Shuning uchun bizga boshqariladigan usul kerak. Kerak paytda bizga O'sha ko'proq payt shuni bilganmisiz? Yo'q, bilmaganman. Endi o'sha paytda prosta sarafanga qarab qolmasligini bilganman. Chunki uncha ishlamaganman-da ba'zi paytlar. Qishda o'quvchi ham kutolmay ichim kelmayapti. Nimadir harakat qilish kerak-da. Tushunarli. Reklama qatlarda qilgansiz shuni? OLXda qilganmiz. OLX. Shu OLX bizda anaqa bo'lgan. OLXda qilganmiz. Keyin Instagram uncha u paytlar hali chiqmagan. Telegram, Instagram bunaqa reklamalar yo'q edi. Asosan shu OLX ekanda bizga bergan anaqa. Ya'ni torg o'zi bo'lgan o'sha paytda. Shiddatda. Xo'p, o'quv markazi ochmoqchi bo'lgan odamlarga beradigan asosiy maslahatlaringiz. Misol uchun biznesni noldan ochmoqchida, ular shu boshlash etapida nimalarga alohida e'tibor berish kerak? Birinchi narsa shoshmaslik. Hozir ko'ryapmiz, o'quv markazlari ko'p emas endi. Ba'zilari sotyapti bizneslarni. Misol uchun tayyor biznes sotiladi va hokazo. Nimasini sotib olasan? Remont qilingan joy va mebel. Undan ko'ra yangi joydan o'zi yaxshiroq lokatsiyadan olsangiz o'sha pulni sarflaysiz, misol uchun. Shunaqa e'lonlarni ko'rib qolasiz, o'quv markazi sotilyapti va hokazo. Endi nimaga unaqa bo'lgansiz? Menimcha shoshilinchda qilinganda, ya'ni joy shoshilinchda noto'g'ri tanlangan, segment noto'g'ri tanlangan, produkt noto'g'ri tanlangan, naming noto'g'ri bo'lgan, marketing hammasi uzanib ketganda, sabab tezroq degan bir shoshish hissi bo'lgan. Shuning uchun shoshmaslik kerak deb o'ylayman. Endi nima qilish kerak desa, o'quv markaziga ishga kirish kerak. Ishga kirish kerak, o'rganish kerak, qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti, o'zi pul topsa bo'ladimi, yo'qmi? Chunki bitta tochkali markazlar har doim qiynaladi. Bizda masshtab hisobiga biz rasxod bo'lib yoramiz, masalan, marketing rasxodi bo'lib yoramiz hamma filialga, HR rasxodi va hokazo. Kichkina bitta tochka-yu, hedos bittaning o'zida bo'ladi. Uni baribir uni marjinalisi pastroq bo'ladi. Endi bo'lishi mumkin, agar rahbar faqat o'zi boshqarsa baland bo'lishi mumkin, lekin agar biz biznes sifatida ko'radigan bo'lsak, albatta SM manager va video guruh bor va hokazo hisoblaydigan bo'lsak, baribir baland chiqadi. Ya'ni xarajatlar ko'p chiqadi. Yana bittasi. Shu misol shoshmaslik kerak, o'quv markaziga ishga kirish kerak, o'sha yerda o'rganish kerak. Yana bittasi bozorni o'rganish kerak. Hozir nima trendda? Hozir men maslahat beraymi, ingliz tili markazi ochish. Chunki любой o'quv markaziga kirsangiz, matematika bo'lsa ingliz tili kursi bor o'tdi. Tushundim. Ya'ni bozor juda biz bo'ldim, juda raqobat kuchayib ketganda ingliz tilida. Va kirish parogi oshib ketgan. Ingliz tilini ochish uchun siz chiroyli remont qilishingiz kerak, yaxshi o'qituvchilar, IELTS 8, IELTS 9 va hokazo juda ko'payib ketgan. Uning o'rniga misol uchun trend bo'layotgan sohalarga, endi o'sayotgan bozorlarga kirish kerak. Bo'ldi, tushundim. Ya'ni sizning maslahatingiz bo'yicha biznesni boshlamoqchimi? Bitta yo'nalishi segmentni tanladi. Oldin avvalambor shu segmentda ishlayotgan eng kuchli
eng kuchli demas u ham, хотя бы shu sohada ishlayotgan korxonalarga borib, ozgina o'tda malaka oshirib, mijozlar bilan qanaqa ishlaydi, o'zi Albatta, o'rganish kerak, qanaqa o'rganish o'tda kerak. ishlash, hammasini o'rganib, undan keyin shu haqiqatda shu bozor kira oladimi, yo'qmi, hammasini o'lchagan holda shoshmasdan Shoshmasdan. qilish kerak. Bo'ldi. Zo'r. Xo'p, ta'lim sohasida, ya'ni o'quv markazi ochmoqchi bo'lgan biznesmenlarga o'z malakalarini qaysi resurslarda, qaysi o'quv markazlarida misol uchun oshirish Istalgan, endi kattaroq bo'lsa tez yaxshi. bo'lardi. Aha. Ya'ni set bo'lsa yaxshi, katta bo'lsa, tarmoq bo'lsa yaxshi. Chunki ularda ko'proq tizim yo'lga qo'yilgan bo'ladi-da. Iloji bo'lsa shu onlayn tizim o'sha platformalar, CRM va hokazo yo'lga qo'yilgan joyda ishlash kerak-da. Chapani o'quv markazida emas. Hammasi qog'ozda boshqariladigan, hamisha ustoz qiladigan joyda emas-da. U yerda u narsa o'rganib bo'lmaydi. Tizimlashgan joylarga menimcha borgan yaxshiroq. Xo'p, yana bitta bu yoqqa tegishli bo'lgan savollardan bittasi, o'quv markazida biznesida muvaffaqiyatga erishishi 3 ta asosiy sabablari. Nima deb o'ylaysiz? To'g'ri segment menimcha. Segment to'g'ri tanlash. Segment to'g'ri tanlash kerak va to'g'ri paytda kirish kerak o'sha segmentga. To'g'ri paytda. Va o'quv markazi biznesini boyagi boshqaruvni yaxshilab tushunib o'rganish kerak. Qattandir bir teoriyasini bilmadim. Shunaqa kurslar bo'lsa, kurslarga borish kerak. Sababini nol nuqtani bilmaydi ba'zi tadbirkorlar. Foydadami, zarardan bilmaydi. Tushunasizmi? Moliyani tushunmaydi-da. Cash flowni misol uchun tushum minus xarajat barobar foyda deb o'ylashadi-da. Cash flowni ko'p rahbarlar ham bilmaydi. O'shanaqa, ya'ni ishlaganlar. Misol uchun cash flow demasak ham savodxonlikni ko'pchilik misol uchun aytaylik 100 million tushdi, 80 million xarajat, 20 million foyda deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. PNLga qo'ysangiz boshqa summa chiqadi, cash flowda boshqa summa chiqadi. Конечно. Ya'ni o'sha tomondan qaraydigan bo'lsak, misol shuni o'rganish kerak-da, ya'ni moliyani tushunish kerak, tushunmasa moliyachi olish kerak. Shu nyuanslari juda ko'p. Haqiqatda misol bu biznesni yuritib ketish uchun ta'lim nonni ish qiyin-da. U uchun harakat qilish kerak. Bu savdo sotiq emas, misol uchun. Bu sal qiyinroq, kompleksroq, xuddi restoranga o'xshagan, misol uchun, gostinitsaga o'xshagan kompleksroq biznes-da. Savdo sotuv oson emas. Men sizni sal fikringizga ozgina qo'shilmayman, chunki men o'zim konsaltingda ko'p sohadan ishlab, keyin savdoga ham o'tdim. Savdo sohasi, misol uchun, menga ko'p tanishlarim aytardi, usluga, xizmat ko'rsatish oson deyishardi. Men aytdim, uslugani sotish juda qiyin derdim-da. Sen xizmatingni qanaqa sotishni bilmaysan. Misol, odamlar nima sotayotganini bilmaydi. Ya'ni, havo, sen mana bunaqa narsa qilib beraman, bo'ldi. Senda хотя бы produkt bor dedim-da. Savdoda aytishardiki, savdo vobshe qiyin deyishardi. Men lekin u yoqda ham, bu yoqda ham ishlab ko'rdim. O'zim distributsiya qilib ko'rdim. Savdoni ham juda masalasi og'ir ekan. Albatta, har bitta biznesda o'zining nyuanslari bor. Menimcha hammaga o'zining biznesi qiyin tuyulursa kerak. Da, shunga anaqa. Endi sizga o'zimga qiziq bo'lgan savollarni ikktasini beraman. O'zi ikkita asosiy savollarim. Siz mana o'zingiz repetitorlikdan chiqqansiz. Ya'ni siz o'qituvchi, oddiy o'qituvchi sifatida olaylik. Oddiy o'qituvchi sifatida bo'ldingiz. Undan keyin siz biznes ochdingiz. Kichkina bo'lsa ham o'zingiz asosiy funksiyalarni o'tda hammasini o'zingiz bajardingiz. O'qituvchi ham bo'ldingiz. Undan keyin siz masshtabli ko'p setlarga bor biznesni boshqaryapsiz. Mana shu etaplardan eng baxtli paytingiz qachon bo'lgan? Qaysi period? Ya'ni ko'pchilik aytadiki, samazanity bo'lib, o'zini ish bilan ta'minlash. Samazanity bo'lib ham zo'r pul topsam bo'ladi, o'zimga yetarli darajada pul topaman, nima qilaman boshimni og'ritib, katta biznesga boshim tiqib deydi. Bir xilla men tinchgina repetitorlik qilaman-da, shu yerdan pul topib yuraman-da deydi. Mana shu yerda siz hamma etapini bosib o'tgansiz buni. Qaysi etap siz uchun haqiqatda qiziq va qaysi etapda siz o'zingizni boshqa etapdan ko'ra haqiqatda baxtliroq hisoblaysiz? Endi baxtliroq deydigan bo'lsak, menimcha shu orada qarzga kirganmiz, qarzdan uzib bo'lgan paytimiz endi kasb razrivga kirasiz-ku.
kasb razvga kirasiz, kasb razvdan chiqishga harakat qilasiz. Yo'q, Mana siz shu periodlar именно bo'ladi. biznes уже siz qo'lingizda ancha-muncha xodimlar bor. O'shalarni boshqarayotgan paytingizda kassaga anaqa qarzga kirib qolgan paytingiz bo'lganmi? Juda ko'p bo'lgan. Ya'ni noto'g'ri moliyaviy boshqaruv, riskdan inobatga olmaslik va hokazo shulardan kelib chiqib doimiy ravishda bo'lgan. Kasb razrif. Endi o'sha misol moliyaviy qiyinchilik bo'lib turib, shundan chiqqan paytimiz bir baxtli paytimiz bo'lganda. Ya'ni siz repetitorlik qilayotgan paytda unaqa qarzga kirmayapsiz? Ha, unaqa deydigan bo'lsa, misol uchun yo'q, men endi shu biznes ochgandan keyingi davrga aytyapman-da. Aha. O'sha davrda misol uchun doim qiyinchilikda bo'lganda, moliyaviy qiyinchilik bo'lgan. Уже Birinchi boshlaganimizda katta ham masshtabni biznes yuritayotgan paytingizda qiyinchilik masshtab bo'lmasdan oldin ham qiyinchilik bo'lgan. Doim qiyin biznes. Aha. Shunga shu qiyinchiliklar bo'lgan, shu moliyaviy qiyinchiliklardan manimcha qutulgan paytimiz eng bir anaqalar bo'lganda. Bu moliyaviy qiyinchilikka tushib qolishingiz sababichi? Noto'g'ri moliyaviy boshqaruv. Noto'g'ri moliyaviy boshqaruv. Faqat filial ochganmiz. Aha. Keyin kasb razvga kirib qolganmiz. Hamma filialda ham siz kutgan rezultat bo'lmagan, uni bermagan. qoplab turish kerak, arendasi bor, inobatga olinmagan ular. Operatsion xarajatlar hammasi. Aha. Shuni hisobiga kasb razvga kirishlar bo'lgan. Bo'ldi, tushundim. O'shandan qutulgan paytingizda Eng baxtli paytlarda bir bo'lganda. hozirgi paytda sizni baxtli inson sifatida qabul qilsa bo'ladimi? Xudo xolasa, xudo xolasa. Значит, hozir qarzlardan qutulgan. Alhamdulillah, hozir qarzlardan qutulganmiz. Yaxshi, yaxshi. Men yana bitta o'zimga haqiqatda qiziq bo'lgan anaqa biznesda kvantoviy skachok eshitganmisiz? Termin bor, eshitganmisiz? Men buni aniq bilaman. Sizda kvantoviy skachok payti qachon yuz berdi? Ya'ni aytaylik, kvantoviy skachok o'zi nima? Daromadlarni karra-karra o'sib borish. Shu payt sizda qachon yuz berdi va buni aniq esla olasizmi va buni sabablari nimada? Chunki 90% tadbirkorlarda bu narsa bo'lmaydi. Ya'ni biznes boshlaydi, biznesda zona komfortga kirib qolyapti, topayotgan daromadi o'ziga yetib ortadi, karra o'sish yo'q, bo'ldi, stop. Sizda qachon shu narsa bo'ldi? Karantindan keyin bo'lgan. Karantindan keyin. 21 dan 23 gacha bo'lgan periodda menimcha bo'lgan. Nima hisobiga deyilsa, birinchidan bizda nastroy bo'lgan, o'sha karantindan keyin endi karantin qiyin bo'lgan. O'sha perioddan keyin восстановление, qayta tiklanish davri bo'lgan. Shuning uchun bor kuchimizni sarflab chalg'imasdan qilishga harakat qilganmiz. Ikkinchisi, moliyani yo'lga qo'yganmiz, boshqaruvni. Moliyachi ishga olib, moliyani полный nazorat hammasini yo'lga qo'yganmiz. O'shandan keyin уже bizda siz aytgansiz skachok, ya'ni rivojlanish, o'sish bo'lgan. Bo'ldi, tushunarli. Jahongir, rahmat. Sizga ham rahmat taklif uchun. Sizga katta rahmat intervyuingiz uchun, shunchalik insightlar bilan bo'lishganingiz uchun. Sog' bo'ling. Rahmat. Xudo xolasa, menimcha biznes boshlamoqchi bo'lganlarga bu ancha katta yordam bo'ladi. Sizni eshitib, sizni tajribalaringizni o'rganish. Xudo xolasa. Rahmat katta. Rahmat. Salomat bo'ling, charchamang.